Jaydari sigirlaringizni sotib olib, bozorga chiqib, inomarka sigirlardan olib, Galstein, Simmental, Shved zoti sigirlarni olib, yaxshi sut olaman degan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz diqqatiga bugun sizlarga sigir sog'adigan apparatlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, Agrota Holding kuzatuvchilari, bizning obunachilarimiz. Bugun sizlarga bir vaqt o'zida bitta sigir sog'adigan, bir vaqt o'zida ikkita sigirga ulab qo'yib sigir sog'adigan xohlaganlar uchun bir vaqtda 4 ta sigirga ulab qo'yib, bemalol sog'ib oladiganlar uchun tavsiya qilamiz. Turkiyada ishlab chiqarilgan eng oliy sifatli Kurtsan firmasiniki, undan tashqari Barbaros firmasining apparatlarini tavsiya qilamiz. Apparatlarimiz qulay. 5 minutdan 15 minut oralig'ida 5 litrdan 40 litrgacha sutni bemalol sifatli, toza va eng asosiysi vaqtdan yutgan holatda tez sog'ib olish imkoniyatiga ega bo'lgan bunaqa ajoyib, birdan bir ajoyib hamma apparatlarimiz sotuvda mavjud. Bemalol O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz bor. Eng asosiysi 1 yil garantiyalari bor. Buzilib qolgan taqdirda yillar davomida ishlatganingizda hamma zapchastlar, ehtiyot qismlari mavjud. Ustalar ham mana shu yerda bor. Bemalol pastda nomerlar bor. Aloqaga chiqib, bemalol telefon qilib xarid qilsanglar bo'ladi.